Hey beautiful people! Today we will learn Unit 4, Present Continuous, I am doing, versus Present Simple, I do, Part 2. Continuous. Davom fe'lli zamonlar faqat ish-harakat va hodisalarni tasvirlash uchun qo'llaniladi. Masalan, They are eating. Ular ovqatlanyaptilar. It is raining. Yomg'ir yog'ayapti. ba'zi fe'llar, masalan, Know, like. ish-harakatni bildirmaydi I am knowing. yoki They are liking. deyish noto'g'ri. Ushbu fe'llarni faqat quyidagicha Simple. davomiy bo'lmagan zamonlarda ishlatish mumkin. I know. Men bilaman. She likes. U yoqtiradi. My sister understands. Singlim tushunadi. The scientists believe. Olimlar ishonadi. Quyidagi fe'llar odatda, Continuous. ya'ni davomiy zamonlarda ishlatilmaydi. Like, love, hate, want, need, prefer, know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, contain, consist, depend, seem. I'm hungry. I want something to eat. Qornim och. Biror narsa yegim kelyapti. Yana misollar. Do you understand what I mean? Nima demoqchi bo'lganimni tushunayapsanmi? And doesn't seem very happy at the moment. Anna ayni damda uncha xursand ko'rinmaydi. Think. Fe'li o'ylamoq, ya'ni biror fikrda bo'lmoq ma'nosini anglatganda, Continuous. ya'ni davom fe'lli zamon qo'llanilmaydi. What do you think will happen? Nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Yana qanday fikrdasiz? Lekin o'ylamoq, ya'ni fikr yurgizmoq degan ma'noda uni davom fe'lli zamonda qo'llash mumkin. You look serious. What are you thinking about? Jiddiy ko'rinasan. Nima haqida o'ylayapsan? Have. Fe'li ega bo'lmoq degan ma'noni anglatganda Continuous. qo'llanilmaydi. Unit 17 ga qarang. Do you have something to eat? Yeyishga biror narsang bormi? Lekin Where's Kevin? He's having a bath. Kevin qayerda? U vanna qabul qilayapti. See, hear, smell, taste. fe'llari bilan odatda Present simple. qo'llaniladi, Continuous. emas. Do you see that man over there? Ana u yerdagi odamni ko'rayapsanmi? The shoes smell. Let's open the window. Oyoq kiyimi hidlanibdi. Derazani ochaylik. Ko'p hollarda Can see, can hear, can smell, can taste. birikmalari qo'llaniladi. Listen, can you hear something? Quloq sol. Biror narsa eshitayapsanmi? Lekin See. fe'li bilan uchrashmoq, ayniqsa kelasi zamonda degan ma'noni anglatganda Continuous, I'm seeing. ni qo'llash mumkin. Unit 19 ga qarang. I'm seeing the manager tomorrow morning. Ertaga ertalab boshqaruvchi bilan uchrashayapman. He is selfish. Va He is being selfish. Be. fe'lining Present continuous.
dagi shakli I am being, he is being, you are being. va hokazo. I am being. Men o'zimni biror tarzda tutayapman degan ma'noni anglatadi. Taqqoslang. I can't understand why he's being so selfish. He isn't usually like that. Men uning o'zini nimaga xudbinlarcha tutayotganligini tushuna olmayapman. U odatda unday emas. Ya'ni u aynan hozir shu vaqtda o'zini xudbinlarcha tutmoqda. Lekin He never thinks about other people. He is very selfish. u boshqalar haqida hech ham o'ylamaydi. U juda xudbin. Ya'ni u faqatgina hozir emas, doimo xudbin. Am, is, are, being. Biror kishi o'zini qanday tutayotganligini ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Boshqa gaplarda bu tuzilma odatda qo'llanilmaydi. It is hot today. Bugun issiq. Sarah is tired. Sara charchagan. Look. Va Feel. biror kishining hozirgi, odatdagi yoki doimiy emas, ko'rinishi yoki o'zini his qilishini tasvirlash uchun Present simple. yoki Present continuous. zamonlarning ikkalasini ham qo'llash mumkin. You look well today. Yoki You're looking well today. Bugun yaxshi ko'rinasan. Ya'ni ko'rinishing yaxshi. How do you feel now? yoki How are you feeling now? Hozir o'zingni qanday his qilyapsan? Shu bilan bugungi unit 4 o'z nihoyasiga yetdi. Endi odatdagidek Lexika.uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli savollarni yechib olgan bilimlaringizni sinab ko'rishingiz mumkin. Undan oldin esa ushbu rolikka like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Bu roligimiz va kanalimizning ommalashuviga va ularni ko'proq o'rganuvchilar ko'rishlariga juda katta yordam beradi. Rahmat. Testlarda omad.